Mana hozirsidagi 4 xonali uy ham zo'r. Kirganda gостевой общий salonda. Bu yerda kuxnyamiz. Katta kuxnya. Yurib bo'ladi yerda. Bu yerda zal. Mana zaldan balkonga chiqamiz. Oyna qilishotganlar qilib zo'r qilib qo'yishibdi. Mana terrasa ochib xohlasanglar, bolachalar bo'lsa tushib ketib qolmaydi. Endi mana bu ikkinchi xonamiz, bo'yiga zal emas, boshqa xona. Bu ikkinchi xona. Bu ham kattagina. Keyin bu uchinchi xonamiz. Lekin 30-40 lar bo'lsa kerak balandligi. Bu bitta korodovka. Bu yana bitta sanazor. Bu oxirgi xonamiz master spa. Bu xonamiz mana biotalar qaragan. Bu skvoznoy ta'mirotga qurilgan. Bu xonamiz mana o'zini sanuzeli bor. Uyimiz Dormonda joylashgan, 112,5 kvadrat, 5-etaj, 4 xonali, полноценный 4 xona, studiya emas. Katta oila uchun bemalol yashasanglar bo'ladi. Bu remont ustidan yana bitta oqlash kerak, shu bilan bo'ldi. Bu предчистовая deyiladi. Предчистовая qilingan. Bitta o'zingizga rang bersanglar, bu cho'tki bo'ladi. Mana bular hammasi yangi, salafanlar olinmagan cho'tki turibdi.